Bolalar nima qilib bo'lsa ham pul topmasak bo'lmaydi. Hamma bizani omadsizlik bo'ylayapti. Nima ish qilamiz? Mana Ziyodda mashina bor-ku, dastavka qilamiz. Как раз menda programmasi ham bor, hozir yoqaman mana. O't? Bolalar zakaz tushdi. Anaqa pizza olib borib berar ekanmiz. Faqat tog'ga ekanda nima qilay, admin bosib yuboraymi? Tog'daman. Pizza zakaz qildim. Hozir kelyapti. Yo'q, birinchi zakazimiz u. Olib borib beraveramiz, a? Nima bo'ldi? Tushunmadim. Voy bila. Nima? Voy, voqima qilma. O'tir undan ko'ra gazni bos. Yonmayapti. Bila. Bolalar, qornim ochdi. Yo, qizlaring, temalaring olib borib berishimiz kerak. Bolalar oxiri qopti. Bolalar, tezroq ketaylik. O'tlarda shakallar bor deb eshitganman. Jindimisan? Abetda shakal nima qiladi? Ular abet qilmaydimi? Dastavkani nima qilamiz endi? Xonimlar xonim, горячий xonim, kelib qolinglar. Rostdan o'xshayaptimikin? Shuni yopamiz, beramiz, qochamiz. Bolalar, kechirasizlar. Zakatam ishlamay qoluvdi. Bochkaga qayerdan borishlar, ko'rsatib boramiz-sizlar. Mana to'g'ri yurasizlar-da. Yuring, o'zimiz kuzatib qo'yamiz. Juda ham sho'x bola ekansizlar-ya. Hozir shunda sizlar pizzani o'rniga xonim o'tkazmoqchimisizlar? Shuni olib borib beramiz, qochamiz ochmasdan. Turinglar, bu bizani dachamiz. Voy, to'xta. Lakatsiz shu ko'rsatdi. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingmi? Yaxshimisiz? Kech bo'lib ketganiga men seni xavotir olib kutib o'tiribman. Yo'lda lokatsiyam ishlamay qoldi. Keyin mana bu bola meni yordam berib olib kelib qo'yishdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmat. Adajon, ovqatingiz qornim ochdi. Ovqat? Как раз sen kelishingga men pizza yetib qo'yganman. Ana dastavchilar men bilan Ha? Ha? Xonim, Isma aka, bozor xonim. Issiqqina. Pizzachi. Yo, xoningiz zo'r aka. Voy, mana shu nima ishtisam, mana shu chap tarafim bor-ku, uchib ketadi nimagadir. Senlar bu yoqqa kellaring-da. Uyga qarab ketamiz hali. Bolalar ko'chada qolib ketdingmi deyman. Voy. Yondi. Yondimi? Ha? To'xta. Sen shuncha payt zavat qilmasdan gazni bosuvmiding? To'xta deyapman. To'xta. Soat qara yangi. Yo, omadsizlik ham jonga tegdi. Uzr, Ziyod. Ey, xijolat bo'lma. Ustiga ko'rsatamiz. Nima deding? Ustiga ko'rsatamiz. Davay usta bo'lamiz. Davay usta bo'lamiz. Ish qatta olamiz. Ish qatta olamiz. Da jonim bolalar bilan Sibirda kofechi biznes plan tuzatuvdi. Mardikor bozorga chiqamiz. Sendan o'zga ana Saat 4 talogin. Yahkilaring ish bor. Ana. Assalomu alaykum. Xullas ish bor. Nima ish bor aka? Faqat og'irroq ish-da. Qilamiz. Kamroq to'layman de. Qancha? 80 ming. Kinoda ko'rganman. Hozir muhtojlardan qidiryapti. Bizani sinamoqchi. Uyga borsa ish qildirmaydi, ko'p pul berib yuboradi. To'g'ri. Davay. Go. Davay. O'tirlaring. Xullas mana shu uy, ana kanalizatsiya ertalabgacha bitirlaring, хорошо? Ertalabgacha deyaptilar. Ishonlaring bizani yaxshilab sinayapti hozir. Agar ertalabgacha ish qilib kamida bitta bevaydini pulni olib ketamiz. To'g'ri. Qaysi biri? O'zing keldingmi? Ha? Bolalar odam to'y ko'rsa boshdan oyoq ko'zini oldidan hayot o'tib ketar ekan, ha? Ha, shunaqa. Mana asr boshgan ekan. Asr? Ha? Sani qizing bilan 3 yil oldin seni sevishgan. Sen buni bilarding-ku? Esingdan chiqmadi. Yo'q, просто aytgim keldi. Pul berdimi? Yo'q. Bola. Bu yoqqa yurlaring-da. Nima degandim? Pul beradi ketdi. Mana mana shu shlaka blokka ukajonlarim. Ichkariga tashib yuborish kerak.
Ha? Давайте. Nima deyaptilar? Ishonlaring, normalniy sinayaptilar borib. Yaxshigina sum olib chiqib ketamiz. Go, kiraylik. Ha, to'g'rilab. Aka biza bo'ldik. Bo'ldilaringmi? Ha. Voy, qanday yaxshi. Nima deganim? Ha, qatga qo'yuvdim ha buni. Ha! Ana! Men bu sanlarni ish haqlaring. Salomat bo'laring. Voy. Sanlar bilan nech pulga kelishuvdik? 80 ming. 20 mingni aytib bermadinglar. Ha, beringlar. Katta pul beradi deysan. 20 ming so'm zdachini ham so'rab oldi-yu. Qo'yaverlaring. Zato 100 ming deb oldik-ku. Ha, bu narsamiz ber pul. Yo'q, menda emas pul. Pul ber. Manda emas. Asldami? Qancha tashlash kerak edi jonim? Pul qani? Allo? Rahmat jonim, tushdi.